hayotida yolg'iz maqsad TikTok, Insta, Snapchat, WhatsApp yuguradi doimo shoshilib izlab har bergan kuni ay shu ishrat nafsiga qulla qiladi xato bir kun keladi oladi jazo atrofiga qilar hasad yolg'iz pulga kasal yo'lida uning o'zi aldar ko'zi uning aytgan hamma so'zi xiyonatdir na mehrsiz adolatsiz o'romsiz tanajonsiz vijdoni bossiz va sabrsiz qancha qilmagin harakatu qaror sakrolmaysan o'yindan balandroq baland 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 asragin o'zing qo'yma hech kimga tuzoq kutmagan tomondan birdan keladi jazo baland 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 go'zallik san uchun nima ayt mavzu beldan past nega doim xayollaring ketadi zulmat tomon tamom bo'lganmi yuragingda jozibani asl ma'nosi o'zingni xalos et qanaqa zamon bu qizlar o'ziga mashina uy gullar oladigan erkaklar labzida turmaydigan gapidan tonadigan usti boshi toza lekin xayolida kir kimnidir hayotiga qiladi ta'sir har narsaga tayyor qizlar yuzdan o'chgan shaxsiyati euforiya izlab kerak bo'lsa doza uchun hatto shaytonni sizlar ko'rinish qimmat lekin arzon bir teng qalb ko'ngillar terisi dush kelgan teriga tegsa qilmishlaridan ozodlik sezsa haybat fitna bo'xtonga bo'yalgan bayroqlarin rangin o'zi ham chiqargan esdan haqiqiy red flag make-up surkalgan eshak terisidan qattiq betlab bu hayot o'yin ekan inson tushunmaydi qilmishiga yarashini olishini bilmaydi qasddan bila turib jonga berilgan ozor bu xiyonat va u kechiriladi